Assalomu alaykum, hurmatli dam oluvchilar. Sanatoriyada davolanishning yana bitta yaxshi xususiyatlaridan biri bu atrofdagi bog'da sayr qilish. Bizning sanatoriyamiz 15 gektar bo'lib, uni 3 dan 2 qismi har xil turdagi archalar, boshqa turdagi daraxtlar, mana magnoliyalar ekdik, yana boshqa turdagi daraxtlarni ko'paytiramiz. Mana shu bog'larda ochiq havoda chuqur nafas olish bilan bu ham davolanishni bitta yaxshi turlariga kiradi. Bog'larimizni mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda juda ko'p turdagi archalar bor. Archalar o'zidan fitonotsid degan moddalarni ishlab chiqaradi. Hurmatli dam oluvchilar, sizlarga tavsiyamiz shu bo'ladiki, har kuni mana shu archazor atrofida aylanib, o'zingizga kelib, terinkur mashqlarini bajarib, organizmingizni tayyorlab, undan keyin ovqatlanib, undan keyin protseduralarni olsanglar, bu effekt nuqtai nazaridan juda yaxshi samara beradi va qisqa kunga kelgan taqdiringizda ham davolanishni o'zingizda his qilasiz. Va kelajakda yana siz bilan uchrashamiz degan umidda biza.